Salom qizlar, bugun sizlar bilan такой amerikanskiy stilda makiyaj qilmoqchiman. Nimaga? Просто o'zim qilib ko'rgim keldi. Keyingi videoda men turkcha makiyaj qilib ko'rmoqchiman. Nimaga? Chunki menga bitta obunachim turkcha makiyaj qilib ko'ring deb yozib yuboribdilar. Xudo xolisa keyingi videoda uni ham qilib ko'ramiz. Bugun bo'lsa shunaqa amerikanskiy stilda makiyaj qilmoqchiman. Birinchi bo'lib turib yuzimni shunaqa losyondan namlab oldim. Farqi yo'q, qanaqa narsada namlasangiz ham birinchi makiyajni oldin baribir namlab olishingiz kerak. Yuzingizni shunda makiyajingiz yana ham yaxshi yotadi, tonalkalaringiz ham yaxshi yotadi. Shuning uchun yuzinglarni namlab olinglar. Keyin bo'lsa shunaqa BB krem surdim, uni yaxshilab yedirdim. Ozgina o'zi bizga to'qroq rang kerak edi, lekin men juda ham ochiq borman. Qaranglar, endi videodan ko'rib sezyapman. Zato keyin baribir yana o'zimni rangimga qaytarib oldim. Keyin bo'lsa ularniki takoy zagarniy effekt bo'lgani uchun ozgina rumyani ham qilib oldim. Men o'zi bunaqa narsalar ishlatmayman, bilasizlar, konturinglar qila olmayman, o'shaning uchun faqat rumyani qilib oldim. Keyin bo'lsa shunaqa pudra oldim. Pudram qaranglar qolmagan. Bitta tepa tarafi o'zi men ishlatmayman, oq edi. O'shanisi to'kilib tushgan o'zi, pastini bo'lsa qaranglar tugatdim. Yangi olishim kerak, bechoraman deb sizga qaranglar nima deyapman. Vot, qaranglar, ancha o'zimga rangimga kelib qoldi. Endi bo'lsa ko'z eng anaqasi, bu makiyajda eng aksent beriladigan joyi bu ko'z hisoblanadi. Chunki amerikanskilar yana ham ko'zlarni tagiga qalamlar suradi, ko'rayotganingizdek. O'shaning uchun men ham shunaqa qilib qora qalam bilan ko'zimni tagiga chizib oldim. Qaranglar, menimcha normalniy. Endi bo'lsa ten suramiz. Tenda menda ikkita variant bor. Birinchisi shu, ikkinchisi bo'lsa shunaqa legendarniy onamning tenlari. Bu ancha eskirdi уже, lekin bilmadim, menga yoqaveradi. Vot. Menga o'zi och rangli yarashadi, lekin bu makiyajga ko'proq to'q rangli ten qilishimiz kerak. No mayli, qilaveramiz dedim-da, bitta rang olib shunda surdim. Qaranglar, вообще. Buni yaxshilab rasshofka qilib, qaranglar. Chiroyli qilib rasshofka qilib oldim. Rasshofka nima deyapman? O'zi shunaqa deylarmidi? Xullas, qizlar. Vot. Menimcha normalni. Bunaqa tepasini sal ochroq qilamiz. Ko'zi tagiga ko'proq qora rangli tenlardan foydalanishimiz kerak. Ko'rasizlar, ko'zimni tagiga shunaqa qora rangli tendan foydalandim. Chunki aksent va ko'zga berilishi kerak. Ko'z tepasi qora bo'lishi ham shart emas. Chunki ko'zi ham tepasini ham pastini ham qora qilsanglar, qo'y panda effekt bo'lib qoladi. O'shaning uchun faqat ko'zimni tagini qora effekt qildim. Va endi bo'lsa ko'zimizning tepasiga ham yaltiroq surishimiz kerak. Faqat och yaltiroq emas, bunga yana to'qroq rangli yaltiroq bo'lishi kerak. Menda bo'lsa shunaqa siyoh rang tendimda yaltiroq bor ekan, o'shani surtib oldim. Ko'zimning tepasiga birinchi uncha sezilmadi hech narsa. Keyin bo'lsa yana ozgincha surtgandan keyin ancha menimcha bilindi. Endi bo'lsa ko'zimizdagi makiyajimizdagi eng nozik joyiga yetib keldik. Bu bo'lsa strelka. Menga strelka chizishni o'rgating, strelkaga alohida video oling deganlar uchun qizlar, meni qo'limdan bu narsa kelmas ekan. Birinchi harakat qilib ko'rdim, keyin o'xshamadi, buzib qo'yganim uchun qo'yinglar, makiyajimni ham buzib tashlamaydi deb o'zim chizib kela qoldim. Keyin bo'lsa ko'zimizga nimadir yetishmayotgandek tuyulyapti. Shunaqa ko'zimni tagiga ochroq yaltiroqdan surib oldim. Qaranglar, makiyajim уже ancha ochildi. Keyin bo'lsa shunaqa qilib highlighter surib oldim hamma joyiga, burnimga, yuzimga. Endi bo'lsa tushni surish texnikasini ko'rsataman bu sizlarga. Ko'zimizda shunaqa maksimalni tortilgan effekt bo'lishi uchun kiprigimizni yon tarafga qarab tarashimiz kerak dedim. Vot, bu birinchi sloy. Qaranglar, qanchalik darajada o'zgardi. Endi bo'lsa ikkinchi sloyda bo'lsa yonga qarab ancha tarab oldim. Shunda ko'zim yana ham tortilgan effektni berishi kerak edi, meni o'ylashim bo'yicha. Keyin bo'lsa ko'zimni pastidagi kipriklarimni ham bo'yab oldim. Faqatgina endi labimiz qoldi. Hammalar biladigan mana shu qalam va mana shu pomadani ikkalasini va mana shu bleskni uchalasini mix qilamiz dedim-da. Labimni chekkasiga konturing qilib chizib oldim qalamni. Keyin bo'lsa o'rtasiga boyga pomadadan ozgincha surtdim. Ularning lablari какой nude bo'lishi kerak edi-da. O'shaning uchun shunaqa qilib ko'proq nude ranglardan foydalandim. Qaranglar, menga o'zi shunday qolishi yoqdi. O'shaning uchun ham blesk surmadim. Menga shunisi yoqdi. No, yozib ketinglar. Agar blesk sursam yaxshiroq bo'larmidi, ili shunday turgani yaxshimi? Menga shunisi yoqdi.
Xullas, va makiyajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qaranglar, qanchalik darajada chiroyli chiqqan va sizlarga qanchalik darajada yoqdi bu makiyajim. Birdongacha baholab, kommentariyada o'zinglarning fikringizni yozib qoldiringlar. Hammanglarga rahmat ko'rganingiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.